Sanovatchilar, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan hayotingizni, to'g'rirog'i, moliyaviy barqarorligingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan o'ta muhim mavzu haqida suhbatlashamiz. Hech qanday mubolag'asiz aytishim mumkinki, bu ma'lumot har bir fuqaro uchun, ayniqsa davlatdan nafaqa, pensiya yoki boshqa turdagi ijtimoiy to'lovlarni oluvchilar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Menimcha siz ham sarlavhani o'qib, biroz sarosimaga tushdingiz. Ha, gap aynan shunday. Agar siz 2026 yil 1 mayga qadar tegishli arizani topshirmasangiz, to'lovsiz qolib ketishingiz ehtimoli juda yuqori. Kim bu muddatga ulgurmay qolsa, oz pullardan mahrum bo'ladi. Bu ogohlantirish emas, bu fakt. Shuning uchun, iltimos, diqqatingizni jamlang. Hozir aytiladigan har bir so'z muhim. Bu videoni oxirigacha ko'ring va hoziroq kanalimga obuna bo'lishni, shuningdek, ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki sizning obunangiz va layklaringiz bu ma'lumotning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi va balki kimningdir moliyaviy ahvolini saqlab qoladi. Demak, boshladik. Muammoning mohiyati, avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Aziz do'stlar, uzoq yillar davomida davlat tomonidan turli xil ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar va pensiyalar fuqarolarga turli yo'llar bilan yetkazib berilar edi. Bu jarayon ko'pincha an'anaviy, ya'ni qog'ozbozlikka asoslangan tizimda amalga oshirilardi. Misol uchun, pensiya tayinlash yoki nafaqa olish uchun ko'plab hujjatlar yig'ib, tegishli idoralarga shaxsan borish talab qilinardi. Siz bir qancha ma'lumotnomalar, guvohnomalar to'plar edingiz, ularni qog'oz shaklida topshirar edingiz, keyin ular arxivga yuborilardi. Jarayon sekin, ba'zan esa biroz murakkab kechardi. Qolaversa, inson omili sabab ba'zida xatoliklar ham yuzaga kelishi mumkin edi. Har safar qandaydir o'zgarish bo'lsa, masalan, shaxsiy ma'lumotlaringizda, yashash joyingizda yoki oilaviy ahvolingizda, siz yana o'sha qog'ozbozlikka duch kelardingiz. Bu tizim o'zining afzalliklariga ega bo'lsa-da, zamonaviy jamiyat talablariga to'liq javob bermay qolgandi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Mamlakatimizda raqamlashtirish jarayonlari jadal rivojlanmoqda va bu ijtimoiy sohani ham chetlab o'tmadi. Hukumat ijtimoiy himoya tizimini modernizatsiya qilish, uni shaffof va samarali qilish maqsadida bir qator islohotlar o'tkazdi. Bu islohotlarning asosiy maqsadi fuqarolarga qulaylik yaratish, ortiqcha byurokratiyani yo'q qilish, to'lovlarning adolatli va o'z vaqtida yetkazilishini ta'minlash. Bu maqsadlarga erishish uchun barcha ijtimoiy to'lovlarni, nafaqa va pensiyalarni yagona elektron tizimga o'tkazishga qaror qilindi. Bu tizim barcha ma'lumotlarni markazlashtirib, har bir fuqaro haqidagi muhim ma'lumotlarni, uning to'lov tarixi va huquqlarini bir joyda jamlash imkonini beradi. Shu sababli har bir to'lov oluvchining ma'lumotlari yangi, yagona elektron bazaga kiritilishi shart. Buning uchun esa har bir fuqarodan tegishli arizani topshirish talab etiladi. Ushbu arizani topshirish orqali siz o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarning yangi tizimda to'g'ri aks etishini ta'minlaysiz. Agar bu qilinmasa, eski tizimdagi ma'lumotlaringiz yangi tizimga avtomatik tarzda o'tkazilmasligi yoki noto'g'ri o'tkazilishi xavfi bor. Natijada sizning to'lov huquqingiz tasdiqlanmaydi va siz 2026 yil 1 maydan keyin to'lovsiz qolishingiz mumkin. Bu juda jiddiy o'zgarish, uni e'tiborsiz qoldirish sizga qimmatga tushishi mumkin. Asosiy qism 1. Nima bilishingiz kerak, kim xavotir olishi kerak va kimga kerak emas. Keling, endi bu vaziyatni batafsil ko'rib chiqamiz. Bu jarayon kimlarga taalluqli ekanligi va siz aynan nima qilishingiz kerakligini chuqur tushunib olaylik. Nima bilishingiz kerak? Birinchidan, muddat 2026 yil 1 may. Bu sana qat'iy va uni hech qachon unutmaslik kerak. Bu oxirgi muddat. Unga qadar sizga tegishli bo'lgan ijtimoiy to'lovlarni olishni davom ettirish uchun o'z arizangizni topshirishingiz shart. Bu degani endi sizning ma'lumotlaringiz markazlashgan raqamli tizimda bo'lishi kerak. Bu tizim orqali sizga nafaqalar, pensiyalar va boshqa ijtimoiy yordamlar yanada tezkor va shaffof tarzda yetkaziladi. Ikkinchidan, qaysi to'lovlar ta'sir doirasida? Aslida deyarli barcha turdagi davlat ijtimoiy to'lovlari. Bularga eng avvalo quyidagilar kiradi. 1. Keksalik nafaqalari va pensiyalari, ya'ni yoshga doir pensiyalar. 2. Nogironlik nafaqalari va pensiyalari, tibbiy-ijtimoiy ekspert komissiyasi tomonidan beriladigan nogironlik guruhlari asosida tayinlanadigan to'lovlar.
3 boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari va nafaqalari, oilaning boquvchisi vafot etganda, uning qaramog'idagi shaxslarga beriladigan to'lovlar. 4 bolalikdan nogiron bo'lgan shaxslar uchun nafaqalar. 5 bolalar nafaqasi va moddiy yordam, ya'ni kam ta'minlangan oilalarga bolalar uchun beriladigan har oylik to'lovlar va bir martalik moddiy yordamlar. 6 ishsizlik nafaqasi, vaqtincha ishsiz qolgan shaxslarga beriladigan nafaqa. 7 homiladorlik va tugish nafaqalari. 8 boshqa ijtimoiy yordam turlari, masalan, uy-joy kommunal xizmatlari uchun kompensatsiyalar yoki ko'p bolali oilalarga ajratiladigan maxsus to'lovlar. Kim xavotir olishi kerak? Bu savolga javob juda oddiy. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan to'lovlardan birortasini oladigan bo'lsangiz va o'zingizni eski tizim ishtirokchisi deb hisoblasangiz, siz xavotir olishingiz kerak. Ayniqsa, quyidagi toifalarga mansub shaxslar ehtiyot bo'lishlari lozim. Uzoq vaqtdan beri, masalan, 5-10 yil yoki undan ham ko'proq muddat davomida bir xil turdagi nafaqa yoki pensiya olib kelayotganlar. Ularning ma'lumotlari eski qog'oz arxivlarda qolib ketgan bo'lishi ehtimoli yuqori. Hech qachon elektron tizimlar orqali murojaat qilmagan, barcha hujjatlarni faqatgina qog'oz shaklida topshirgan shaxslar. So'nggi 2-3 yil ichida shaxsiy ma'lumotlarda, masalan, pasportidagi ma'lumotlar, familiya, yashash joyi, o'zgarishlar bo'lgan, ammo bu o'zgarishlarni tegishli idoralarga to'liq xabar qilmagan shaxslar. Pensiya yoki nafaqa tayinlash uchun barcha hujjatlar topshirilganiga qaramay, ularni elektron tizimga kiritilganligiga ishonchi komil bo'lmagan shaxslar. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Misol 1. Keksa yoshdagi Maryam opa. Maryam opa 75 yoshda, nafaqaga chiqqaniga 20 yildan oshdi. U har oyda Xalq banki orqali nafaqasini oladi, taxminan 1.200.000 so'm. Uning barcha hujjatlari, pasporti, mehnat daftarchasi, pensiya guvohnomasi eski, qog'oz shaklida. U hech qachon, mening fikrim, portali yoki davlat xizmatlari markazlari orqali murojaat qilmagan. Uning ma'lumotlari hali ham eski, an'anaviy bazalarda saqlanmoqda. Agar Maryam opa 2026 yil 1 mayga qadar pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, o'z ma'lumotlarini yangi elektron tizimga kiritish uchun ariza topshirmasa, uning pensiya to'lovlari oz-ozdan to'xtatiladi. Uning ahvoli og'irlashishi, kun kechirishi qiyinlashishi mumkin, chunki u nafaqasidan mahrum bo'ladi. Uning vazifasi shaxsan borib yoki farzandlari yordamida bu arizani topshirishdir. Misol 2. Nogironlik nafaqasi oluvchi Ahmad aka. Ahmad aka 50 yoshda, 2 guruh nogironligi bo'yicha nafaqa oladi, oyiga 850.000 so'm. Uning nogironlik muddati har 3 yilda qayta ko'rib chiqiladi. Oxirgi marta u 2024 yilda qayta ko'rikdan o'tib, nogironlik muddatini uzaytirgan. Uning hujjatlari hozircha yangi. Ammo Ahmad aka ham oldingi tizimda ro'yxatdan o'tgan edi va har safar tibbiy ko'rikdan o'tganda faqat tibbiy muassasalar orqali ma'lumotlar almashilardi. Uning uchun ham xavotirga o'rin bor. Garchi uning ma'lumotlari nisbatan yangilangan bo'lsa-da, u ham o'zining barcha ma'lumotlari yangi yagona elektron tizimga to'liq kiritilganligiga ishonch hosil qilish kerak. Agar u buni tasdiqlamasa, yana ariza bermasa, uning nogironlik nafaqasi ham shub ostida qolishi mumkin. Uning misolida yangilangan ma'lumotlar ham yangi tizimga rasman o'tkazilmagan bo'lishi mumkin. Misol 3. Bolalar nafaqasi oluvchi yosh oila. Dilnoza va Sarvar 2 nafar farzandning ota-onasi. Ular har chorakda bolalar nafaqasini oladi, oilaning daromadi kam bo'lganligi sababli. Ular har safar davlat xizmatlari markazlariga borib, ariza topshirishadi va yangi muddatga nafaqa tayinlashadi. Ular har safar yangi hujjatlar to'plamini taqdim etishadi. Bu oila nisbatan faolroq va doimiy ravishda hujjatlarni yangilab turadi. Ularga ham bu o'zgarish taalluqlidir, lekin xavotir darajasi Maryam opanikidan biroz pastroq. Chunki ular allaqachon davlat xizmatlari markazlari orqali murojaat qilib, ma'lumotlarni qisman yangi tizimga kiritib kelishgan. Ammo ularning ham 2026 yil 1 mayga qadar yagona elektron tizimda ro'yxatdan o'tishlari va ma'lumotlarni tasdiqlashlari shart. Chunki eski arizalar ham qog'oz asosida bo'lishi mumkin, garchi ular zamonaviy usulda topshirilgan bo'lsa ham. Ularga asosan shuni tekshirish kerakki, ularning ma'lumotlari markazlashgan raqamli bazada to'liq va avtomatik tarzda saqlanganmi yoki yo'qmi. Misol 4. Ishsizlik nafaqasi olgan Dilshod. Dilshod 35 yoshda, bir necha oy ishsizlik nafaqasi olgan.
Endi u ish topgan va nafaqa olishni to'xtatgan. Uning uchun hozircha to'lov olish zaruriyati yo'qdek tuyulishi mumkin. Biroq kelajakda yana ishsiz qolishi yoki boshqa turdagi ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. Agar u hozir oz ma'lumotlarni yangi tizimga kiritib, elektron ro'yxatdan o'tmasa, kelajakda unga qandaydir to'lov zarur bo'lib qolsa, barcha jarayonni boshidan boshlashi, ko'proq hujjat yigishi va qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Shuning uchun, hatto hozirda to'lov olmayotgan bo'lsangiz ham, oz ma'lumotlaringizni yangilashga ahamiyat berish tavsiya etiladi. Bu sizning kelajakdagi ijtimoiy himoyangiz uchun zamin yaratadi. Kim xavotir olmasligi kerak yoki kamroq xavotir olish kerak? So'nggi 1-2 yil ichida birinchi marta nafaqa yoki pensiya tayinlash uchun murojaat qilgan va bu jarayonni to'liq davlat xizmatlari markazlari yoki Mening fikrim portali orqali amalga oshirgan shaxslar. Ehtimol, ularning ma'lumotlari allaqachon yangi tizimga kiritilgan bo'lishi mumkin. Lekin baribir nazorat qilish zarar qilmaydi. Davlat tomonidan avtomatik tarzda yangilanadigan ma'lumotlarga ega bo'lgan ayrim toifalar, masalan, yoshga doir pensiyalar ma'lum yoshga yetganda avtomatik ravishda tayinlanadigan hollar. Lekin bu kabi avtomatizatsiya har doim ham to'liq ishlayvermasligi mumkin. Shuning uchun ham baribir tekshirib ko'rish lozim. Ya'ni hech qanday ijtimoiy to'lov, nafaqa yoki pensiya olmaydigan shaxslar bu borada xavotir olmasliklari mumkin. Ammo agar kelajakda sizga qandaydir ijtimoiy yordam kerak bo'lsa, ma'lumotlaringizni ilgariroq elektron tizimga kiritib qo'yish maqsadga muvofiqdir. Asosiy qism 2. Qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va oshkor etilmagan nuanslar har qanday tizimda bo'lgani kabi. Bu yangi tartibda ham ayrim istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar va ko'pchilik bilmagan nozik nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Qoidalardan istisnolar. 1. Kasalligi tufayli to'shakda yotgan yoki jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar. Agar shaxs davlat xizmatlari markaziga shaxsan bora olmasa, nima qilish kerak? Bunday hollarda qonuniy vakil, ya'ni ishonchnoma asosida harakat qiluvchi shaxs, qarindoshi, vasiysi uning nomidan arizani topshirishi mumkin. Buning uchun notarial tasdiqlangan ishonchnoma talab qilinadi. Ba'zi hollarda maxsus ijtimoiy xizmatlar xodimlari fuqaroning uyiga borib, uning arizasini qabul qilishlari ham mumkin. Bu xizmatning mavjudligini o'z pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya agentligida aniqlashtirish lozim. 2. Xorijda bo'lgan fuqarolar. Agar siz doimiy yashash uchun xorijga ketgan bo'lsangiz, ammo O'zbekiston Respublikasidan pensiya yoki nafaqa olib turgan bo'lsangiz, vaziyat biroz murakkablashadi. Bunday holda sizning nomingizdan harakat qilish huquqiga ega bo'lgan ishonchli vakil O'zbekistondagi konsullik muassasasi orqali berilgan ishonchnoma bilan murojaat qilishi mumkin. Yoki Gov.uz portali orqali elektron imzo yordamida murojaat qilish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Ammo buning texnik tafsilotlarini oldindan aniqlashtirish muhim. 3. Yangi tayinlangan to'lovlar. Agar siz 2025 yilning ikkinchi yarmida yoki 2026 yilning boshida pensiya nafaqa tayinlash uchun birinchi marta murojaat qilgan bo'lsangiz va bu jarayon to'liq elektron tarzda DXM yoki Gov.uz orqali amalga oshirilgan bo'lsa, sizning ma'lumotlaringiz yangi tizimga avtomatik tarzda kiritilgan bo'lishi ehtimoli yuqori. Biroq baribir bu ma'lumotni pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya agentligidan tasdiqlab olish tavsiya etiladi. Qaltis jihatlar, pitfalls, firibgarlar. Har doim shunday muhim davrlarda firibgarlar faollashadi. Ular sizga qo'ng'iroq qilib, o'zlarini davlat xizmati xodimi deb tanishtirib, sizning bank kartangiz ma'lumotlarini so'rashlari, PIN kodni talab qilishlari yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilash bahonasida o'z saytlariga kirishingizni so'rashlari mumkin. Hech qachon ularga ishonmang. Davlat idoralari hech qachon sizdan bank kartasi PIN kodingizni yoki to'liq karta raqamingizni so'ramaydi. Faqatgina rasmiy manbalar, ya'ni Gov.uz, DXM yoki pensiya jamg'armasining rasmiy saytlari va markazlariga murojaat qiling. 2. Hujjatlarning noto'g'ri topshirilishi. Ariza topshirishda biror hujjatni unutib qo'yish yoki noto'g'ri shaklda taqdim etish, masalan, nusxasi aniq bo'lmasligi, muddati o'tgan hujjat arizangizning rad etilishiga olib kelishi mumkin. Har bir hujjatni 2 marta tekshiring. 3. Texnik muammolar. Onlayn ariza topshirishda internet aloqasi, elektron imzo bilan bog'liq muammolar yuzaga kelishi mumkin. Buni oldindan hisobga oling va muddat tugashiga oz qolganda emas, balki oldinroq harakatni boshlang. 4. Eng oxirgi daqiqagacha kutish. Ko'pchilik o'z ishini oxirgi muddatga qoldirishni yaxshi ko'radi.
Lekin bunday muhim masalada bu xato. So'nggi haftalarda yoki kunlarda davlat xizmatlari markazlarida yoki onlayn tizimlarda navbatlar va yuklamalar juda oshib ketishi mumkin. Bu esa sizning arizangizni o'z vaqtida topshira olmasligingizga sabab bo'lishi mumkin. 5. Maxsus ma'lumotlar turini tushunmaslik. Sizdan aynan qanday ma'lumotlarni yangilash talab qilinayotganini tushunmasligingiz mumkin. Ba'zilar shunchaki pasport ma'lumotlari deb o'ylashi mumkin. Ammo bu sizning mehnat stajingiz, daromadingiz, oilaviy ahvolingiz va boshqa muhim ma'lumotlarni ham qamrab olishi mumkin. Aniq tushunish uchun rasmiy manbalardagi yo'riqnomalarni diqqat bilan o'qing. Oshkor etilmagan nuanslar. 1. Manzil o'zgarishi. Agar siz pensiya yoki nafaqa olayotgan paytingizda yashash manzilingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, lekin bu haqda tegishli idorani xabardor qilmagan bo'lsangiz, bu sizning ma'lumotlaringizni yangi tizimga o'tkazishda muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Sizning ma'lumotlaringiz eski manzilingizga bog'langan bo'lishi mumkin. Manzilingizni yangilashga alohida e'tibor bering. 2. To'lov turining o'zgarishi. Masalan, farzandingiz 14 yoshga to'lganligi sababli bolalar nafaqasi to'xtatilgan, ammo siz endi boshqa turdagi ijtimoiy yordam olishga haqli bo'lishingiz mumkin. Bunday o'zgarishlar ham yangi tizimda aks etishi kerak. Agar sizning holatingiz o'zgargan bo'lsa, buni ham arizada ko'rsating. 3. Vasiylik va homiylik. Agar siz vasiy yoki homiy bo'lsangiz va qaramoqingizdagi shaxs uchun nafaqa olsangiz, ariza topshirish tartibi o'zgacha bo'lishi mumkin. Siz o'zingizning emas, balki qaramoqingizdagi shaxsning ma'lumotlarini ham yangilashingiz kerak bo'ladi. Vasiylikni tasdiqlovchi hujjatlar bilan birga. 4. To'lov manbai. Ba'zi to'lovlar mahalliy budjetdan, ba'zilari respublika budjetidan, ba'zilari esa maxsus fondlardan moliyalashtirilishi mumkin. Yangi tizimda bu ma'lumotlar ham aniq ko'rsatilishi lozim. Bu asosan sizga ta'sir qilmaydi, lekin idoralar uchun muhim. Agar buni so'rashsa, aniq ma'lumot bering. 5. Bank hisob raqamingizning dolzarbligi. Ba'zi nafaqalar plastik kartalarga tushadi, ba'zilari esa pochta orqali. Agar sizning bank hisob raqamingiz o'zgargan bo'lsa yoki eski bank kartangizning muddati tugagan bo'lsa, yangi tizimga yangi ma'lumotlarni kiritish orqali to'lovlarning uzluksiz kelib turishini ta'minlang. Amaliy maslahatlar. Fuqaro nima qilish kerak? Xo'sh, endi eng muhimiga o'tamiz. Siz aynan nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlarni tashlashingiz lozim? Men sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. 1. Qadam. O'z maqomingizni tekshiring. Eng avvalo, siz o'zingizning hozirgi holatingizni aniqlab oling. Siz haqiqatan ham eskicha ro'yxatda qolganmisiz yoki ma'lumotlaringiz allaqachon yangi tizimga kiritilganmi? Mening fikrim, portali mi.gov.uz orqali, agar sizning elektron imzoingiz bo'lsa, ushbu portalga kirib, pensiya va nafaqa bo'limida o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni tekshirib ko'ring. Ba'zi ma'lumotlar avtomatik tarzda mavjud bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan borib, pasportingiz bilan birga o'zingizning ma'lumotlaringizning yangi elektron tizimga kiritilganligi holatini so'rang. Bu eng ishonchli yo'l. Davlat xizmatlari markazlari DXM orqali DXM xodimlari ham sizga bu borada yordam berishi mumkin. Ular ma'lumotlaringizni tekshirib, keyingi qadamlar haqida maslahat berishadi. 2. Qadam. Kerakli hujjatlarni to'plang. Agar siz arizani topshirishingiz kerak bo'lsa, sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Holatingizga qarab ba'zilari talab qilinmasligi yoki qo'shimcha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasportingiz yoki it kartangiz. Uning amal qilish muddati tugamaganligiga, yaroqsiz holatda emasligiga alohida e'tibor bering. Agar yaqinda familiyangiz o'zgargan bo'lsa, masalan, turmushga chiqqaningizdan keyin yangi pasportingizda bu ma'lumotlar to'g'ri aks etganligiga ishonch hosil qiling va eski pasportingiz nusxasi ham kerak bo'lishi mumkin. Tugilish to'g'risidagi guvohnoma, ayniqsa bolalar nafaqasi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi uchun. Nikoh guvohnomasi yoki nikoh bekor qilingani haqidagi guvohnoma, oilaviy ahvolingizni tasdiqlash uchun. Mehnat daftarchasi, mehnat stajingizni tasdiqlash uchun. Agar elektron mehnat daftarchasi tizimi orqali ma'lumotlaringiz allaqachon kiritilgan bo'lsa ham, qog'oz nusxasini olib borish zarar qilmaydi. Diplom yoki kasbiy ta'limni tasdiqlovchi hujjatlar, ayrim to'lov turlari uchun. Nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma, tibbiy-ijtimoiy ekspert komissiyasi, TIK tomonidan berilgan nogironlik guruhi va muddati ko'rsatilgan hujjat.
Olim to'g'risidagi guvohnoma boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi uchun. Vasiylik yoki homiylikni tasdiqlovchi hujjat. Agar siz qaramogingizdagi shaxs uchun ariza topshirayotgan bo'lsangiz. Bank hisob raqami yoki plastik karta ma'lumotlari, to'lovlarni qabul qilish uchun. Doimiy yashash joyi, propiska haqidagi ma'lumot elektron shaklda bo'lsa-da, ba'zida qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Barcha hujjatlarning asl nusxasini va ularning nusxalarini tayyorlab qo'yishni unutmang. 3 qadam arizani topshirish usulini tanlang. Sizda bir nechta imkoniyat mavjud. Onlayn ariza topshirish Mi.Gov.uz orqali bu eng qulay va tezkor yo'l. Sizga elektron imzo kerak bo'ladi. Agar imzoingiz bo'lmasa, uni Davlat soliq qo'mitasining hududiy bo'linmalaridan yoki TXM orqali olishingiz mumkin. Mi.Gov.uz portaliga kirib, tegishli bo'limni tanlaysiz. Odatda pensiya va nafaqa yoki ijtimoiy himoya va ko'rsatmalarga amal qilgan holda arizani to'ldirasiz. Elektron imzo bilan tasdiqlaysiz. Bu jarayon sizning uydan turib, navbatlarsiz amalga oshirish imkonini beradi. Har bir maydonni diqqat bilan to'ldiring. Ma'lumotlar to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Saytda har bir qadam bo'yicha batafsil yo'riqnoma mavjud. Shaxsan davlat xizmatlari markazlariga TXM borish, agar sizda elektron imzo bo'lmasa yoki onlayn ariza topshirishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, yashash joyingizdagi TXMga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda malakali xodimlar sizga hujjatlarni to'ldirishda va arizani topshirishda yordam berishadi. O'zingiz bilan barcha kerakli hujjatlarning asl nusxalarini va nusxalarini olib borishni unutmang. Navbatlar bo'lishi mumkinligini hisobga oling. Shuning uchun ertalabroq borish tavsiya etiladi. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish. Ba'zi hollarda, ayniqsa pensiya masalalarida, pensiya jamg'armasining o'z hududiy bo'limlariga murojaat qilish ham mumkin. Ular ham sizga arizani qabul qilishda yordam berishadi. Ammo aksariyat ijtimoiy xizmatlar TXM orqali markazlashgan. 4 qadam arizani to'ldirishda ehtiyot bo'ling. Arizani to'ldirayotganda har bir katakni diqqat bilan o'qing. Shaxsiy ma'lumotlaringizni familiya, ism, sharif, tugilgan sana, pasport seriyasi va raqami, shir, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami aniq va to'g'ri kiriting. Yashash manzilingizni to'g'ri ko'rsating. Siz olayotgan yoki olishga da'vo qilayotgan to'lov turini aniq ko'rsating. Bank hisob raqamingizni yoki plastik kartangizning raqamini 2 marta tekshiring. Bitta noto'g'ri raqam sizning to'lovlaringiz boshqa odamga ketib qolishiga yoki umuman to'xtab qolishiga olib kelishi mumkin. Agar biror joyda ikkilansangiz, so'rashdan tortinmang. Onlayn portalda yordam bo'limi, TXMda esa xodimlar bor. 5 qadam tasdiqlash va kuzatish. Arizani topshirganingizdan so'ng sizga murojaat raqami yoki tasdiqnoma beriladi. Buni saqlab qo'ying. Bu sizning arizangizni kuzatib borish uchun kerak bo'ladi. Mi.Gov.uz orqali topshirgan bo'lsangiz, portalning Mening arizalarim bo'limida arizangizning holatini kuzatib borishingiz mumkin. TXM orqali topshirgan bo'lsangiz, sizga berilgan raqam orqali TXM portalidan yoki shaxsan borib holatini so'rashingiz mumkin. Agar arizangiz rad etilsa, sababini so'rang va kamchiliklarni bartaraf etib, qayta murojaat qiling. Aslo tushkunlikka tushmang. Muddat va shoshilinchlik. Yana bir bor takrorlayman. 2026 yil 1 may. Bu oxirgi muddat. Iltimos, bu ishni keyinga qoldirmang. Bugundan boshlab harakatni boshlang. Qancha ertaroq harakat qilsangiz, shuncha yaxshi. Bu sizni ortiqcha navbatlardan, texnik muammolardan va stressdan xalos etadi. Keyingi yil, ya'ni 2025 yil davomida bu jarayonni yakunlashga harakat qiling. Oxirgi oylarda tartibsizliklar yuzaga kelishi, tizimlarda yuklamalar oshishi mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov aziz tomoshabinlar, bugungi videoda juda jiddiy va hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzuni muhokama qildik. Esingizda tuting, 2026 yil 1 maygacha o'z arizangizni topshirish. Bu sizning davlat tomonidan beriladigan nafaqa va pensiyalaringizni uzluksiz olishingizning yagona yo'lidir. Bu oddiy talab emas, balki butun ijtimoiy himoya tizimining raqamli transformatsiyasi talabidir. Sizning e'tiborsizligingiz kelajakda moliyaviy muammolarga olib kelishi mumkin. Men sizga batafsil ma'lumotlar berdim. Kimlarga bu jarayon tegishli ekanligini, qanday hujjatlar kerakligini va qanday harakat qilish kerakligini tushuntirdim. Sizni oldinda kutayotgan qaltis jihatlar va ularni qanday chetlab o'tish mumkinligini ham aytib o'tdim. Endi navbat sizda.
Harakat qiling, muddatga ulguring. O'zingiz va oilangizning moliyaviy barqarorligini ta'minlang. Agar ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos, ushbu videoga like bosing. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang, chunki kelajakda ham shu kabi muhim va hayotiy ma'lumotlarni sizga yetkazib turaman. Va albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu masala bo'yicha sizda qanday savollar bor? Siz qanday tajribalarga duch keldingiz? Sizning fikringiz boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Birgalikda bir-birimizga yordam beraylik. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling va belgilangan muddatni aslo unutmang. Salomat bo'ling.